Sizlar juda ham go'zal holat sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bismillah. Duo qilib dod deb yig'layapti. Shu yergacha kelyapti o'g'limiz. O'g'lim sezgani yo'q, lekin Alloh qalbiga soldi shekilli yuzini to'sib oldi. Bizda xudo xolasa quyosh chiqdi, odamlar mana sekin namoz o'qigan turishyapti. Ko'p o'qiyapti bu yoqda. Shu o'qigan oyatlardan ta'sirlanyapti shekilli menimcha. Bitta akamiz aytdi. Men Allohdan qo'rqib yig'lamayman. Umid qilib ham yig'lamayman. Lekin shunchalik gunohkor bo'lsam ham, fosiq bo'lsam ham Alloh taolo menga hidoyat berganiga, menga bir rahmi kelganiga, meni o'ziga ibodat qilishga loyiq ko'rganiga dod deb yig'lagim keladi uka deb aytgandi. Shayx Zulfar Ahmad Naqshbandiyni Rasul ishqi, ilohiy ishq degan kitoblarni ham o'qidim. Shunda ham shunaqa ixlosli, muhabbatli insonlarni juda ko'pini misol qilib keltirgan. Qarayman, mana Alloh taoloning maxluqoti meni don terib yeyapti rizqini. Sufolloh rahmatullohi zo'r gap bor ekan. Dengiz ostida bo'lsa ham joying, rizqing yetkazdirar Parvardigoring deb. Voy mashalloh, o'qining. Bizda shunaqa gaplar. Alloh barchamizdan o'zi rozi bo'lsin, gunohlardan o'zi saqlasin. Bizlar juda ham go'zal holat sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bismillah. Duo qilib dod deb yig'layapti. Shu yergacha kelyapti o'g'limiz. O'g'lim sezgani yo'q, lekin Alloh qalbiga soldi shekilli yuzini to'sib oldi. Bizda xudo xolasa quyosh chiqdi, odamlar mana sekin